Ismim Suhrob. Men shunaqangi bo'lamanki, Navoiyxonada yashayman va har doim uyimga kechki smenadan so'ng qaytib ketaman. Bu kecha ham doimgidek oddiy kecha bo'lishiga ko'zim yetardi va mashinani to'ldirib yo'lga chiqdim. Yo'l juda ham qorong'i. Nimagadir bugun bu kecha juda ham tinch edi. Haddan tashqari tinchki, hattoki meni biroz qo'rqitdi. Mashinani boshqarib ketar ekanman, oy nurida tovlanib turgan daraxtlarga ko'zim tushdi. Shunda mashinaning g'ildiragi birdan yorilib ketdi. Ikkita orqa g'ildiragi bor. Mashinadan tushib qaraganimda yashil shishalar sinib yotardi. Men shunday o'yladim. Biror bir ichib olgan odam mashinasini oynasini ochib, uni uloqtirgan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Va 911 ga qo'ng'iroq qilib, menda bo'layotgan holat haqida ularga tushuntirish berdim. Ya'ni menda bo'layotgan holatni ularga ochib berdim. Mashina 45 minutlarda kelishini aytishdi. Menda kutishdan boshqa chora yo'q edi. Shunda sigaretni yoqdim va oy nuridan bahra olib turganimda meni kimdir kuzatganini his qildim. Shundan so'ng biroz qo'rqdim, ammo shunchaki oddiy qo'rquvdek mashinaga o'tirib oldim. Va birdaniga bugun ichgan suvlari va kofeinlari o'zini ko'rsatishni xohladi. O'rmonda daraxtning ortiga o'tib o'z ishimni bajarayotganimda orqadan nimanidir ovozi keldi. Qaraganimda 20 futcha uzoqlikda bir qamishlarning orasida qora soyani ko'rib qoldim va joyimda to'xtadim. Ammo keyin unga e'tibor bermasdan o'z ishimni davom ettirdim. Ammo qo'rquv sabab burgimning tugmalarini o'tkirdim va mashinaga qarab yura boshladim. Men qancha tezlashsam, orqamdagi oyoq ovozlari ham shunchalik tezlashayotganini his qildim. Shunda juda ham qo'rquv kuchligi sabab mashinaga qarab yugura boshladim. Ammo oyoq ovozlari yanada yaqinlashardi. Tezda mashinaga o'tirib, hamma eshiklarni qulflab oldim. Meni xayolimda faqat bir narsa bo'lardi. Hozir kimdir oynani sindirib, menga hujum qilishi mumkin. Ammo taqdirga qarangki, bu narsa sodir bo'lmadi. Shundan so'ng men biroz o'tirganimda bir narsani his qildim. Ya'ni men o'z ishimni oxirigacha bajarmagan ekanman. Va bu narsani o'zimni tinchlantirish uchun kiyik deb o'zimga uqtirdim. Shundan so'ng o'z ishimni davomini bajarish uchun mashinadan tushishga harakat qildim va mashinadan tushib oldim. Atrofni yaxshilab kuzatdim va yana o'sha joyga borib qaraganimda hech nima yo'q edi. Shundan so'ng orqaga yana bir marta yaxshilab qarab oldim. Ya'ni orqamda kimdir bormi, yo'qmi? Orqamda hech kim yo'q edi. Shundan so'ng men burukni tushirib o'z ishimni davom ettirdim. O'z ishimni davom ettirayotganimda bo'ynimning ortida qanaqangidir nafas his qildim. Ya'ni u shunaqangi bir nafas ediki, odamni juda ham cho'chitardi. Shunda tepaga qaraganimda bir narsani ko'rdim. Bir masxarabozga o'xshagan erkak menga qarab turardi. Va bu juda ham qo'rqinchli edi. Uning soch turmagi shunaqangi turmaklanganki, hattoki u masxarabozdan ham qo'rqinchli edi. Men unga biroz tikilib turdim, u ham menga tikilib turgandi. Shunda yaxshilab e'tibor bersam, sochlari uning boshining ichidan chiqib kelgandi. Qo'lida ham qirilishlari bor edi. Menga qarab turdi. Uzoq muddat tikilishdan so'ng juda ham baland baqirdi. Va men bundan juda ham cho'chib ketdim. Shundan so'ng qochishga harakat qildim. Orqamga qaramay yugurdim, ammo yiqilib tushdim. Shundan so'ng boshim bir toshga urildi va menimcha qonadi. Men nima bo'lsa bo'lardi, mashinaga qarab yugurdim va juda ham tez yugurganimdan oyog'im tagida nimadir bosib oldim. Mashinaga o'tirdim. Peshonamdan qon oqib kiyimimga tushgandi. Eshikni yopib qulflab oldim va shunda ro'molcha topib uni peshonamga bosdim. Unga qaraganimda u daraxtdan pastga qarab tushib kelayotgandi va men unga yaxshilab qarab turdim. Shundan so'ng u daraxtdan tushib bo'lgach menga qarab turdi. Men 911 ga telefon qilmoqchi bo'lib harakat qilib turganimda telefon qila olmadim, chunki barmoqlarim qo'rquvdan juda ham qaltirardi. Shundan so'ng u menga qarab turardi va nimadir sodir bo'lishini kutib turgandek. Shunda oradan biroz vaqt o'tdi
va u meni hozir bir nima qilishini o'ylab turganimda katta yo'ldan mashina kelib qoldi. Shunaqangi signal chaldiki, men cho'chib ketdim. Mashinamga yoniga kelib to'xtadi. Bo'yi uzun bir erkak tushdi. Unga yaxshilab qaraganimda u xavfsizdek ko'rinardi. Va u menga "Baloni yorilgan bola senmisan?" dedi. Men boshimni silkitdim va qonli qo'lim bilan boyagi bola turgan joyga qo'limni ko'rsatdim. Ammo u erkak nima degandi? Men ham shunday qaraganimda boyagi joy bo'm-bo'sh edi va boyagi maxluq yo'q bo'lib qolgandi. Shundan so'ng men juda ham qo'rqdim, ammo u bolaga nima bo'lganini aytmadim. Va u bola so'radi: "Sen yaxshimisan? Boshing qonayapti." Men "Ha", boshimni silkitdim. U menga birinchi yordam ko'rsatdi. Mashinamni o'z mashinasining ortiga ortdi va o'z yo'lida davom etdi. Men bu voqeadan so'ng 2-3 oy kasalxonada yotdim va men bu bolani qaytib ko'rmadim. Ya'ni menga bir yordam bergan bolani qaytib ko'rmadim. Va bu voqea haqida hech kimga aytmadim, chunki bilardimki bu voqeaga hech kim ishonmasligini va u yerga qaytib bormadim, chunki men bilamanki u